Hasad shunaqangi bir illat ekanki, shaytonni odam alayhissalomga sajda qilishidan to'sib, shayton bo'lishiga sababchi bo'ldi-da. Hasad shunaqangi bir qalb kasalligi ekanki, odam alayhissalomning o'g'li Qobilni xotir bo'lishiga sabab bo'ldi. Hasad shunaqangi bir xastalik ekanki, Yusuf alayhissalomni akalarini o'z ukalarini quduqqa tashlashga majbur qildi. Hasad o'z egasini qalbini kuydirib yondirib olar ekan. Boshqa kishilarga bir yutuqni ko'rsa, yaxshiligini ko'rsa, undan ketishligini xohlar ekan, unga zarar berishligini xohlar ekanda. Hattoki oxir munofiqlar ham qilmaydigan ishlarni qildirishga majbur qilar ekan o'z egasiga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham hadisda marhamat qilib bizni bu hasad kasalligidan ogohlantirib aytgan ekanlarki, hasaddan saqlaninglar. Chunki hasad xuddiki olov o'tini yeb bitirgani kabi yaxshi amallarni yeb bitiradi degan ekanlar. Shuning uchun bu hasad qiluvchilar Alloh azza va jalladan qalbingizga salomatlik so'rab, bundan panoh so'ranglar. Yo'qsa xuddiki hadisda aytilganidek qalbingizlar ham qilgan amallaringizlar ham xuddi olov o'tini yegani kabi sizlarni amallaringlarni yeb bitiradi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.